Isayeva Iroda uyda tarmoqli do'konlarni Kestirishimiz lazım boshqatdan yutuq. Ey Ramazon, ne kadar buyuk ne'matsan. Qiyom senda, qiroat senda, ruku senda, sajda senda, xushu senda, ishq senda, oshiq senda, visol senda, huzur senda, najot ham senda. Shu kunlar yetganimizga alhamdulillah. Ramazon muborak. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz tadbirkor loyihamizning 29-sonini olyapmiz va bugungi loyihamizning qahramoni uyda brendining asoschilaridan biri Iroda Isayeva bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Shohraxmon. Yaxshi. Kelibsiz. Rahmat. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Obunachilarimizga qisqacha o'zingizni tanishtirib bersangiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, tomoshabinlar. Ismim Iroda. Uyda tarmoqli do'konlarni kompaniyasida HR direktor sifatida o'z faoliyatimni olib boraman hozirgi kunda. Iroda, biz bilamizki, hozir uyda brendi bu O'zbekistondagi shu uy uchun tovarlarning eng katta do'konlarning tarmog'i va buni boshlanish yo'li qanaqa bo'lgan? Oilalardan kim bu brendga aynan bizneslarga asos solgan? To'g'ri, yaxshi savol. Bu avvalambor aytib o'tamanki, uyda tarmoqli do'konlari bu oilaviy biznes. Oilaviy biznesga asoschi mana akamlar, Isayev Akrom. 2015-yilda faoliyat boshlangan ulgurji savdo yo'nalishi orqali bizda boshlangan. Shu bilan 2017-yil Turkiya brendini Pashabaxchi brendi bor. Turkiyada juda bir mashhur brendlardan biri. Shuni biz ular bilan hamkorlik boshlab 2018-yilda ular bilan rasmiy O'zbekistondagi distribyutorga aylanganmiz. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi bo'ylabgina emas, balkim qo'shni davlat Tojikistonga, Qirg'izistonga ham eksport qilamiz. Bunga yana roznичный magazinlar, ya'ni chakana magazinlar qachon asos solingan desiz, shu 2018-yildan boshlab ko'rilgan. Asosiy maqsad, g'oya nima bo'lganki, nima qilamiz? Eng ehtiyojga kerakli narsalarni o'ylab ko'rsak, bu o'zimizni og'riqli anaqa mavzuyimiz bo'lgan. Qayerqadir uzoqqa borishimiz kerak. Yo China bozori hammasi bir joyda bo'lmagan. Yo China bozoriga anaqaroq dostupniy bo'lgan tovarlar haqida borishingiz kerak. Eksklyuzivniy tovarlarga shahar bo'ylab do'konlarda yurishingiz kerak, shunaqa narsa. Shuning uchun o'ylab biz aytganmiz, hammaga maqbul narxda, ya'ni bir joydan olib ketadigan, uyga kerakli bo'lgan barcha uy ro'zg'or buyumlarini bir joyda to'plash kerak degan reja bilan, g'oya bilan boshlangan proyekt bu. 2018-yil birinchi do'koningiz qayerda ochilgan? Lutfiy ko'chasida, Chilonzor Oqtepa unaqa aylanmasida, shunda Lutfiy ko'chasida. U yerda o'zi showroom ko'rinishida bo'lgan. Shuning uchun, chunki bizda proyektda 1000 kvadrat, 800 kvadratdan kam bo'lishi kerak emas talablarimizda. U yerda 200 kvadrat bo'lgan, showroom bo'lgan ulgurji uchun. Chakanaga o'tkazilganda shu yerdan boshlangan, keyin talab kuchayib, bizga bo'lgan tovarlarimizga eng anaqa nima deydi, insonlarga yoqqan tarafi narx jihatdan bo'lgan. Shuning uchun biza ko'p savol berishadi, China bozordan olib kelib sotilinadimi debdi. Yo'q, aslida biza 15 dan ortiq ishlab chiqaruvchilar bilan ishlaymiz, to'g'ridan to'g'ri import qilamiz o'zimiz. Shuning uchun bizning narxlarimiz o'ylaymizki, butun xalqqa yoqadigan narx qilishga doim ushlab turishga harakat qilamiz. Rahmat. Mana hozirgi kunda sizlarni chakana savdo bilan ham, ulgurji savdo bilan ham shug'ullanamiz deyapsizlar. Hozirgi kunda mana foizda olganda qaysi biri ko'proq? Chakana. Chakana deganingiz bu o'sha odamlar do'konlarga kelib, albatta, bitta yo 3-4 ta narsalarni olib ketayotgan, nima deydi, oboroti ko'p kattaroq hozirgi kunda. Demak, bu yo'nalish bo'yicha rivojlanyapsizlar, zo'r. Hozirgi kunda do'konlaringizning soni nechta? 5 ta. Toshkent shahri bo'ylab 5 ta filialimiz.
Ko'p talablar tushdi. Bizada qarang, oxirgi ochilgan filialimiz 2024-yilda bo'ldi. Ha. Undan keyin filial ochilmadi. 2025-yilda asl maqsad nima bo'ldi? Bizning jamoani shakllantirish. Ya'ni to'g'ri xodimlarni tanlovi, masshtabирование uchun, kengayish uchun avvalambor kuchli jamoa kerak. Shuning uchun biz urg'uni 2025 sistemalashtirish, avtomatlashtirish va jamoani shakllantirishga yo'naltirgandik. Yetarli sezilarli darajada jamoada o'zgarishlar his qilganmiz, tizimda o'zgarishlar avtomatlashtirish bo'yicha 2026-yilga endi qo'yilgan maqsadlarimiz bor. Ya'ni bu filiallarni kengaytirish. Bizdagi ko'pgina faqatgina shahardan emas, viloyatlardan ham ko'p mijozlarimiz ko'p. Ulardan ko'p talablar kelib tushgan. Viloyatda ochilib, bu viloyatlar keyin bu yil qaror qildik. Mana yaqin kunlarda Xudo xolasa birinchi sizlarga aytyapmiz deydi, Andijon va Namangan viloyatlarida filial ochilyapti. Bahorga Xudo xolasa bo'lishi kerak. Navro'zdan keyin birinchi Andijon filialimiz ochiladi. Erta ham xuddi shunaqa masshtabi katta, narxlari maqbul, zamonaviy uy ro'zg'orlari uchun kerakli bo'lgan oshxona anjomlari do'koni ochiladi. Zo'r. Mana hozir masshtabирование haqida gap ochdingiz va mana Korzinka do'konlari tarmog'i asoschisi Zafar Hoshimovning gaplari bor. Shu sistema qilganda xatoliklar bo'ladi. Agar siz u xatoliklarni yo'qotmasdan masshtabировать qilsangiz, xatolaringiz ham masshtabироваться bo'lib kattalashib ketadi dedingiz. Shu masalada qanaqa xatoliklarga duch keldingiz va ularni bartaraf qildinglar? Bartaraf qildik desak noto'g'ri bo'ladi. Bartaraf qilolmas. Shuning uchun masshtabированиеga juda katta qamiz yo'q. Nima deydi? Shoshilinchimiz yo'q. Ehtiyojimiz ham keyin bizda har doim aytamiz, bizga ishga kelayotganlardan ko'pincha xuddi shunaqa retaillardan ishga xodimlar suhbatlardan o'tadi. Ulardan bizdan so'raydi, kompaniyani o'zi maqsadi qanaqa rivojlanish, qayerga qarab ketyapti degan savollar ko'p beriladi. O'rinli savol. Lekin har doim aytamiz, bilinglar, bizda produktoviy magazin emas. Ya'ni ehtiyoj kunlik bo'lmasligi mumkin, oziq-ovqatga o'xshab. Shuning uchun biz ko'proq assortimentga ishlaymiz. Sifatga va assortimentga. Ya'ni qulay lokatsiyalarda, u har bitta balkim tumanda Udomaga o'xshab do'konlar bo'lmas, lekin qulay lokatsiyada, katta maydonda keng assortiment bilanga urg'uni ko'proq qaratganmiz. Shuning uchun masshtabирование deb kelmoqchi bo'layotgan, savol berayotganda biz ko'proq shunga aytamanki, siz uchun aslida masshtabирование nima? Ya'ni filiallarni prosta kengayishmi yoki kuchli jamoa bilan kengayishmi? Aslida bitta katta do'kon bilan, deylik, 1,5 ming kvadrat do'kon bilan 100 ta ishchi ham ishlatishingiz mumkin. U bilan 20 ta ishchi ham ishlatishingiz mumkin. Lekin fokus qanaqa? Kuchli jamoa yig'ayotgan bo'lsangiz, har bitta funksiyaga o'zingiz jamoa o'sha kerakli bo'ladigan odamni qo'yasiz yoki 20 ta odamga nakladnoy ish etib загруженный qilib ularni ishlatishingiz ham mumkin. Shuning uchun to'g'ri tanlov qilishingiz kerak. Qanaqa ishlaysiz, qaysi sistemada ishlaysiz? Kuchli jamoa bilan bo'lsa, shunaqa masshtabирование kerakmi sizga jamoada? Yokida hamma joyda uyda do'konlari bor degan do'konda ishlashingiz xohlaysiz? Shunaqa kompaniyada ishlashni xohlaysizmi degan savol qayta beraman. Hozirda qanaqa model shunda? 20 ta xodimlikmi yo 100 ta xodimlikmi bitta do'konda? 100 ta xodimlik. Lekin bu yerda hozir mana bunaqa joyi ham bor. Ko'p savol bo'lganda aytishadi, kerak emas ish o'rinlari ham bo'lishi mumkin-ku degan. Bu vazifani boshqa odam ham qilishi mumkin-ku degan joyi bo'lishi mumkin. Albatta bu narsaga ahamiyat beramiz. Unaqa narsa yo'q. Oddiy aytadigan bo'lsam, shu kungacha bir 3 yil oldingacha ham ko'p narsani avvalambor o'zingizdek biznesga hech kim qaramaydi. Ko'p narsani zimmamizga olardik, ya'ni qila olamiz, buni lekin rostdan ham qila olardik. Faqatgina fokusingiz har tarafga qarab ketadi. Sifatli bo'lishi uchun shu narsaga mana tajribalardan kelib chiqdik, uga o'zini kerakli mutaxassisni qo'yish kerak bo'lishi. Shu. Xulosa shu. Zo'r. Men hozir siz ko'proq xodim bilan ishlashni modelini tanladik deyapsiz. Bu ko'p bizneslarni analiz qilganimda bu
karra tezlashtirib yuboradi protsess. Sizlarda ham shu narsa kuzatildimi? Ana shuning uchun bu to'g'ri, bu har xil tajriba va tajriba boshqa. Keyin mana har xil o'quv kurslariga borganingizda hamma o'zini кейslari haqida gapiradi. Endi ko'rasiz 20 talik ham, 100 talikni ham, 100 talikni progressi qanaqa, 20 talik qaysi holatda turibdi, necha yil bo'lgan, shunaqalarni analiz qilib, shu xulosaga keldik, что har bitta sohani o'zini mutaxassisi bo'lishi kerak. Zo'r. Hozirgi mana eng katta do'koninglarni maydoni qancha? 1,5 ming kvadrat. 1,5 ming. Bu ham ancha joy. Men o'tgan yili Shahriston metro yaqinidagi uyda do'konga kirdim. Haqiqatan bir nechta narsalar sotib oldim. Sotuvchilar servisi yuqori, ko'z tegmasin. Assortiment ham haqiqatan ko'p ko'z xunitadigan darajada. Menga yoqdi. Yana ham kengaytiramiz deysiz, sifatli mahsulotni olib keladigan bo'lsangiz, yana ham nima deydi, o'sish kuzatiladi. Xo'p, mana xodimlarni ishga olish bilan shug'ullanasiz. Mana xodimlarni ishga olayotganda har xil pozitsiyalar bor-ku, kichkina xodim, o'rtancha xodim va keyin kalitli lavozimlarga mos keladigan xodimlarni hammasi bilan siz suhbat qilasizmi yoki vazifalar bo'lib berilganmi? Hozirgi kunda kompaniyada HR bo'limi bor. HR bo'limida men HR direktor lavozimida bo'lsam, mendan keyin HR biznes partnyor, ya'ni xodimlarni malakasi, o'quviga qaraydigan xodim shug'ullanadilar. Undan keyin rekruter, ya'ni xodim qidirib birinchi etap suhbatlarni ular qiladilar. Keyin inspektor po kadram endi u rasmiylashtirish bo'yicha. Shuning uchun hozirgi kunda men lineyniy xodimlar bilan shug'ullanmayman. Lekin haftada bir, har hafta bizada obxod bor, ya'ni checklist bo'yicha xodimlar bo'limi bo'yicha aynan borib xodimlarni birma-bir suhbat qilaman. 10 ta xodim bo'lsa, 10 ta xodim bilan suhbatlashaman. Sohaviy savol beraman. Bu yerda treninglarda o'tilgan mavzular bo'yicha beraman. Qanchalik o'zlashtirishdi. Shu narsa bo'yicha har hafta juma kuni bizda checklist bo'yicha yuriladi. Zo'r. Hozir sizni kompaniyadagi asosiy o'rningiz bu inson resurslarini boshqarishga kiradi va aynan nimaga bu sohani tanlagansiz? Sohani tanlaganim aslida meni o'zi talabalik yilidan keyingi davrim aytadigan bo'lsak, davlat tashkilotida faoliyat yurgizganman. O'zstandart agentligida 10 yil faoliyat yurgizib, undan keyin bu oilaviy biznes bo'lgani uchun shunaqa oilamiz tarafdan ko'p bo'lgan, ya'ni akamning tarafdan, ya'ni o'zimiz bo'laylik, boshqaruvda bo'laylik, tajribam bor. Aytayam, chunki 100 tadan oshiq kollektivda ishlab, lavozimdan lavozimga o'tib, baribir u boshqa narsa. Keyin o'zim samostoятельно qaror qabul qilganman. Keyin shu oilaviy biznesga hissa qo'shishim kerak. Hech kim o'zingchalik qaramaydi. Maqsadlarimizni analiz qilib chiqqanimizdan keyin tashkilot korxonaga kelganimda xohlasangiz, xohlamasangiz qaysi pozitsiyalarni tanlash imkoniyati deyarli bo'lmagan. Ya'ni boshqaruvda akamlar rahbari o'zlari SEO, xaridlar bo'limida bizada hozir boshqaruvda bo'limda xodimlarimiz juda ko'p. Boshqaruvda o'zim kotopam. Shunda bilsizki, uni 3 ta tsepочка bo'lsa, xarid, sarmoya, xarid, kim uni ishlaydi bu tovarlar bilan. Uni kim nazorat qiladi? Demak, xodimlarning nazorati menga tushgan. Shunga xohlasam, xohlamasam bu lavozimga egallashga afsuslanmayman. Majbur bo'lmaganman, lekin afsuslanmayman. Hozirgi kunda bu kompaniyada faoliyat yuritayotgan 4 yil bo'ldi. HR direktor sifatida. 4 yildan beri shuni aytamanki, eng yaxshi bu inson bosib o'tgan tajribasi. Eng yaxshi o'quv, malaka, hamma narsalardan trening, hamma narsalardan aytadigan bo'lsam, treninglar zo'r. Men ko'p treninglarga boraman, lekin hammasidan kelib chiqib o'tam, tajriba eng yaxshi narsa.
eslatib o'tdingiz Zafar Hoshimov gaplarini, ularni bitta podkastlarda ham ko'rgandim. Shunaqa deydilar, xodimni o'ziga xato qilishga qo'yib berish kerak degan. Bu gapga qo'shilaman. Xodimni o'ziga xato qilishga qo'yib berish kerak. Xato qilgan inson xulosani yaxshiroq oladi, chuqurroq oladi. Ya'ni o'sha xatoni qilmaslikka. Agar o'sha xatoni qildingizmi, bu ham bitta men uchun nima desam ekan, xodimni baholash bitta anaqasi, lazeykasi desam ham bo'ladi. Ya'ni xatosini ikkinchi marta qildi, men u xodimga ko'proq e'tiborliroq bo'laman. Bu jamoada o'zi o'rni qanaqa, o'zi qilayotgan ishlari qanaqa, mas'uliyati qanaqa. Agar bitta inson bitta xatoni qildi, yana boshqa o'sha xatoni takrorlamasdan xulosasi chuqurroq bo'lsa, u xodimga nisbatan yana ko'proq boshqa mas'uliyatliroq ishlarni ham buyurish, masalan, yuklashsa yoki uni lavozimiga ko'tarsiz, shunaqa narsalarga baholash oson. Shuning uchun xato qilayotgan xodimdan qo'rqish kerak emas. Demak, men birinchi xatoda sizlar hech qanaqa jazo qo'llamaysizlar. Yo'q, jazo qo'llanmaydi. Urushiladi, jazo qo'llamaydi. Urushiladi. Yaxshi. Yana bitta savol, mana yaqinda bitta biznesmen bilan gaplashganimda, ularda mana bunaqa narsa bor ekanda, mana xodimlar xato qilib qo'yadi-yu, aynan moliyaviy xato, misol uchun 1 millionlik narsani 100 mingga sotib qo'ydi. 900 ming minus. Bu xodimning o'zi oyligi tam 2 milliondir, 3 milliondir. O'sha narsani xodimni bo'yniga qo'yib qo'yishar ekan. Bir xil ko'tara olmaydi-da u xodim, o'zi anu oylikdan oylikka yetkazib turgan bo'lsa, shunaqa vaziyatlarda sizlar qanaqa yo'l tutasizlar? Buni ya'ni vaziyatni o'rganamiz. Bitta tamoman anaqamiz yo'q, verdikimiz yo'q, что biz hech qachon to'latmaymiz degan narsa yo'q, aytolmayman. U vaziyatni o'rganamiz. U masalan stajyor xodim bo'lishi mumkin. U xodimga etilgan bo'lishi mumkin, etilmagan bo'lishi mumkin. Lekin bizda o'zi kirib kelganda treningda hamma ma'lumotlar beriladi. Ya'ni bitta ustoz shogirdlik tizimi bor, yana uni biriktiriladi bitta ustozga. O'sha qaysi bo'limga o'tayotganmiz, o'sha bo'limga biriktiramiz. U birinchi bo'lib sпрос o'sha ustozidan bo'ladi. Negaki, xatoni yo'l qo'yishgacha u nazoratini kamaytirgan demak. Xuddi shunaqa deymiz. Ya'ni agar ustoz shogirdlikdagi xodim bo'lsa, demak ustozi bilan birga jazolanadi. Agar u nechadir yillik tajribali xodim xuddi shu vazifani xatoligiga yo'l qo'ygan bo'lsa, unda to'lanadi. Bekitmayman, to'lanadi. Nimagaki inson o'zi tabiatan shunaqa. Qachonki bir narsasiga qattiq bir shikast yetsa, boshqa qilsa qattiqroq avaylashni boshlaysiz. Xulosam shunaqa. Qattiqroq avaylaysiz, o'zingizga bo'lsa qattiqroq ehtiyotlisiz. O'sha narsa balkim bu kompaniyada ishlaydimi yokida ishlamaydimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar hayotning xulosasi bo'lishi kerakki, ya'ni faqatgina o'ziniki emas, birovning mulkiga ham mas'uliyatli bo'lish kerak degan. Mas'uliyat hissi shakllanadi hayot davomida degan tushuncham bor. Zo'r. Demak, mana katta e'tibor talab qilinadi. E'tiborli bo'lish kerak har bitta xodim. Mana xulosa shundan kelib chiqyaptiki, e'tiborli ham mijozlarga, ham shu tovarga, ham shu ishga e'tibor bilan yondashish kerak. Yaxshi. Keyingi savolim, sizni yoqtirgan kitoblaringiz. Kitob ba'zan haqida juda katta bo'lisha olmayman, lekin aytishim mumkin. Aynan ayollarning biznesdagi roli haqida kitob bor. Lean in degan, ya'ni oldinga qadam degan kitob bor. Sheryl Sandberg kitobi. Familiyasida adashmayotgan bo'lsam, yaxshi kitob. Ayol kishini nimaga почему бы нет, nima uchun yo'q degan savoliga ko'p javob beradigan kitob. Tavsiya berardim o'qib ko'rishni. U faqat ya'ni biznesdagi bo'lish shart emas. Ayol kishi o'zini qidirayotgan ayollar uchun ham yaxshi kitob bu. Sohaviy kitoblarga keladigan bo'lsam, bu Human Resource Management Gary Dessler kitobi bor. Bu HR tizimini tizimlashtirish, avtomatlashtirish bo'yicha yaxshi ma'lumotlar berilgan yerda. O'shani tavsiya qilgan bo'lar edim.
hozircha shu. Hop, yana davom etamiz. Bu o'xshash savollarda kinolar ham ko'rib turasizmi? Albatta. Vaqt topasiz demak. Qanaqa kinolarni ko'rdingiz oxirgi marta sizga yaxshi ta'sir qilgan? Men ko'proq biografический kinolar ko'rishni yaxshi Aha. ko'raman. Juda ham ko'p. Ta'sir qoldirish menga kuchliroq shunaqa insonlarning hayotida ilhomlantiradi. Aha. Shuning uchun endi oxirgi ko'rgan kinolarimdan aytadigan bo'lsam, oxirgi payt to'g'risini aytsam kino ko'rmayapman, eslaganlarim aytaman, masalan, Dom Gucci. Keyin ko'pincha bizada shunaqa holatlar qilamizki, korxonada biografический kinolarni yoki kompaniya to'g'risida bo'lgan kinolarni tashiymiz. Общий gruppamiz tashaymizda, shuni ko'raylik, keyin mulohaza qilamiz, gaplashamiz. Bu yaxshi natija beradi. Juda ko'p xodimlarimiz u qaysi lavozimda bo'lishidan qat'iy nazar vовлечённый juda ham yozishadi. Mana bunaqa bo'ldi, mana bunaqa zo'r, bunaqa oldim, motivatsiya oldim, mana bu joy mana bunaqa deb mashq qilib muhokama qilamiz. Yaxshi. Seriallarga kelsak-chi? Serial ko'rmayman. Serialga ko'p vaqt ketadi. Vaqt ketadi. Ko'p vaqt ketadi. Xo'p. Mana dam olish vaqtli bo'ladimi sizda? Bo'ladi. Kam bo'ladi. Qanaqa o'tkazasiz shuni? Nima beradi sizga? Qanaqa energiya bilan qaytib kelasizmi yoki hech narsa o'zgarmaydimi? Yo'q, hozirgi kunda aytadigan bo'lsam, baribir avvalambor o'zi ayol kishi nozik tabiat, keyin ilhom beruvchi. Ayollar biznesdagi o'rni ham bilasizmi qanaqa? Intuitsiyasi yaxshi ishlaydi ayol kishining. Intuitsiyasi yaxshi ishlaydi. Intuitsiya ishlagandan keyin biznesda nima ahamiyati bor degan joy bo'lishi mumkin. Intuitsiya yaxshi ishlasa, mana o'zim lavozimdan kelib chiqadigan bo'lsak, insonlarni jamoaga to'g'ri tanlash, u to'g'ri sohaviy, malakaviy savollarga, kompetensiyasiga asoslanib otsenka baholanadi xodim, nomzod. Lekin baribir intuitsiya ham juda kuchli narsa. Bu ayol kishida o'ylaymanki, ko'p ayollarda shakllangan bu narsa. To'g'ri tanlagandan keyin u sog'lom muhitni yaratish, ya'ni jamoada. Bu narsa ham juda katta ahamiyatga ega. Ya'ni jamoa qanchalik katta kengaygan sari bu narsa zarur jamoada. Bu ichki muhit sog'lom bo'lishi. Qanchalik zo'r mutaxassis olib kelmang, lekin uni qadriyatlari, jamoadagi fikrlashlari boshqacha bo'lsa qiyin. Jamoada yashab ketish qiyin. U xodimni keyin o'zi tadbirkorlar, men o'ylaymanki, yo'l tanlab olish kerak. Ya'ni kuchli jamoada ahil jamoa bilan ishlaydimi yoki professional soha mutaxassislari, lekin masalan udalonka yoki uncha bir-biri bilan gaplashmaydigan, lekin proyekt ketyapti. Qanaqasiga qabul. Lekin bizda retail, shuni aytamanki, bizda ofisda hamma jamoa birgalikda bo'lgandan keyin bizda o'ziga o'zi yashaydigan, olamida yashaydigan insonlar bilan ishimiz chestni bog'liq emas. Uzviy bog'liq emas. Bizda hamma birgalikda fikr joyida gaplashish kerak, muhokama qilish kerak, shunaqa mavzular bor. Hozir aytganingizga esimga tushdi, yo o'shani xitoylik tadbirkor Jek Ma gapirgan yoki Elon Musk gapirgan, o'sha muvaffaqiyatga qanaqa bunaqa katta muvaffaqiyatga erishdingiz deganda, o'sha kuchli kadrlar bir-biri bilan chiqisha olmaydi. O'shani amallab chiqishtirib qilamanman degan joyi bor-da. To'g'ri, bu muhit, o'sha aytib o'tganimdek, muhit juda ham katta ahamiyatga ega. Zo'r xodimni kompaniyaga olganingiz bilan uni ishlab ketadi degan emas. Mana konfliktli situatsiyalar bo'lib qolsa, xodimlarning o'rtasida ular o'zini bo'limini rahbariga murojaat qiladimi yoki o'zaro hal qilib olishadimi yoki sizga murojaat qilishadimi? Jamoada shu narsani shakllantirish, shu aytganimdek o'tgan 2025-yildan juda katta ahamiyatga ega bo'lgan qism bizga bu. Ya'ni qaysi lavozimda bo'lishiga qarab, avvalambor o'sha bor bizda baribir o'zini bo'lim boshlig'iga aytish kerak. Ya'niki nimaga? Chunki u bo'lim boshliq bekorga ham bo'lim boshliq bo'lib o'tirmagan, unga lavozim berilmagan. U
u shunaqa jamoadagi kichkina konfliktlarni yecha bila olmasa, uni demak yo to'g'ri kompetensiyasini baholamagan bo'lasiz. Yokida bor kompetensiyasi o'sha xislatini undan foydalanmayotgan, ko'rsatib bera olmayotganini tushunchani berib qo'yasizda. Agar o'zim hal qilaversam hamma narsani, muammolarni. Shuning uchun ularda hal bo'lmasa, lekin ochiq gaplashamiz. Masalan, har shu chek-listga borganimda yoki jamoada bilan onlayn umumiy guruhlarimizda обсуждение qilganimizda har doim aytamiz, bemalol ochiqmiz. Direktdan yoki lichniy shaxsiy xabar yuborishingiz mumkin. Agar qaysidir savolingizga yechim bo'lmayotgan bo'lsa yoki bo'lim boshlig'ingiz yechim bera olmayotgan bo'lsa, lekin uni vakolatida bo'lmasa qanaqadir mavzular, bemalol murojaat qilinglar, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz deb aytamiz. Masalani hal qilamiz deb aytamiz. Keyingi savol, mana ko'p do'konlarda endi yaqin orada emas, oldin ko'p kuzatganman. Mana sotuvchilar bir nechta sotuvchi ishlasa, shu kuchliroq sotuvchi, kuchsizroq sotuvchini siqib chiqarib, ko'proq plan qilaman deydi, nima qilaman deydi. O'sha narsani ko'p mijozlarni olib, unga siqib qo'yadi-da, chiqishtirmaydi. Shunaqa vaziyatlarda menimcha sizlarda yechim topilgan, chunki men har borganimda har xil sotuvchilar kelyapti. Shuni qanaqa tashkillashtirgansizlar sizlar? Bu narsa bor. Grading tizimi, ya'ni va KPI tizimi bor. Bu narsa KPI tizimini joriy qilishimizdan oldin ko'p savol bo'lgan. Bizda ham shunaqa bir-biri bilan urushib qolishlar bo'ladimi, yo'qmi? Boshqa retail sohadagi xodimlar bilan maslahatlashganmiz. Kimdir aytadi, bu urushlar tabiiy, normal, bu urush kerak degan. Biz xohlamaganmiz. Jamoada sovuvchilik tushmasin orasiga. Bitib endi baribir moliyaviy ehtiyoj deb o'ylaganmiz. Hozirgi kunda qanaqa qilamiz? Shuning uchun grading tizimi nimaga? Ya'ni xuddi shu sotuvdan bonus bor. Sotuvdan bonus shunaqa o'zaro talash bo'lmasligi uchun demak katta sotuvchi, oddiy sotuvchi bor, birinchi kategoriya, ikkinchi, keyin bosh sotuvchi, keyin administrator. Xuddi shu, masalan, ikkinchi lavozim toifadagiga ustoz shogirdlik vakolati bor, masalan, birinchisida yo'q. U bir bunga o'tsa, ustoz shogirdlik uchun ham pul beramiz. Masalan, sen qila olasan, stajyorlarni o'qita olasan, o'qitgandan keyin senga yaxshi stajyor chiqsa, senga pul ola oladi. Lekin oddiy yurgani shu. Преимуществоlarni ko'paytirib qo'yganmiz har bitta kategoriyada. Sen bunaqa qilsang bunaqa bo'lasan, bunaqa qilsang bunaqa bo'lasan yokida chiroyli shunaqa har kuni продажа bo'limimizda обсуждениялар bor sotuvchilarning orasida ham. Kim yaxshi tovar sotdi, kim qanaqa sotdi. Даже shunaqa обсужденияларga ham rag'batlantiramiz. Aytamiz, zo'r aktiv bo'lganlarga, masalan, bunaqa keyin kvartalni taqdirlashlarimiz bor, lekin bu narsa retailda ko'p. Demoqchimizki, hozir bizning balkim jamoamiz masshtabi 5 ta do'kon, umumiy hisobda 120 taga yaqin sotuvchilarimiz bor. Sotuvda, продажада do'konlarda xodimlarimiz. Ular bilan muloqot qilish hozir yengil. Hali keyingi yechimimiz yo'q, to'g'risini aytsak. Buni ustida masalan mana kattalashganimiz sari o'ylayapmiz. Hozir 120 ta xodim bilan biz ishlayotganda har bittasini imkon qadar eshita olamiz, muammo bo'lsa. Hozir yetamiz, hozir eshitamiz, hozir boramiz, hozir qadriyatlar haqida shu 10 ta xodim bo'lsa 10 ta xodimga vaqt ajratib, gaplashib qilamiz. Xodimlarga eshitilishi kerak. Ularni eshita bila olish kerak deb o'ylayman. Muammo. Endi qisqa bizada endi xizmat ko'rsatishda qizlarimiz ko'proq bizada faol. Biz oshxona anjomlari bo'lgani uchun ko'proq qizlar tavsiya bera oladi deymiz. Shuning uchun qizlarni, ayollarni eshitish ayollarga aniqroq yorilib, ochilib eta oladi-da ular. Shuning uchun imkon qadar biz shaxsan o'zim ham juda aniq eshitishga harakat qilaman. Muammo. Rahmat. Mana kinolarda bir mashhur epizodlar bor-da. Oylikni oshirib bering deb kiradi-yu. Shunaqa qiziq bir voqeani eslay olasizmi? Takoy nerealniy summalarni yetib olib, mana shunaqa bermasangiz ketaman degan vaziyatlar bo'lganmi? Shunaqa bermasangiz ketaman deyilmaydi, lekin oylikni oshirib bering. Qaysidir yillar esimda qanaqadir xodimlar masalan 4 oyda, 5 oyda kirib oyligimni oshiramizmi? Shunaqa mavzular ko'tarilardi.
man aytsam davlat tashkilotidan kelgan odam uchun bu menga diskomfort bo'lgan. Ya'ni bizda bunaqa mavzular ko'tarilmasdi. Bunaqa mavzular o'sha yilda bir marta tasdiqlanadigan, yoki davlat tarafidan belgilangan oshirish oylikni oshiradigan e'lon chiqqandagina bo'ladigan mavzular edi. Menga ozgina bu juda anaqa ko'ringan, g'alati ko'ringan. Keyin shuning uchun tizimlashtirish va tezlashtirish maqsadi ham shu bo'lgan. Yo'q, keling, shu hozir HR biznes partnyorimiz bilan ham shu o'qishlarda tanishganmiz, Iroda ismlari, yaxshi sohalarning mutaxassisi. O'tirib ko'p o'ylaganmiz, nima qilsak, xodim o'z-o'zidan oylik ko'tarish so'ramaydi. Unga aniq определённый biza anaqa aytishimiz kerak. Qachon ko'tarilishi tizib berishimiz kerak zimmasidan. O'shandagina savol bermaydi, qilmaydi, harakat qiladi. Xohlagan paytda kirib kelib, menga qachon bo'ladi, bu bunchadan bir ishlayapman degan narsa bo'lishi kerak emas debdi. Bu narsaga keladigan bo'lsak, hozir aytgan gapingiz bo'lmagan-ku, lekin ishga kirayotgan xodimlarni hozirgi kunda talabi katta. Bozorda yaxshi mutaxassislarni, meni xulosam shunaqada. Hozir aytishim to'g'rimi yo'qmi bilmadim-ku, lekin shunaqa xulosam bor. Katta biznes egalari, ya'ni Akfada, yana shunga o'xshash kompaniyalarda xodim qanaqa qiladi? Balkim shunaqa masshtabda bo'lganda bu to'g'ri tanlov. Ya'ni xodimlarni, yaxshi xodimlarni birlashtirish uchun katta oyliklarda ishlatishadi, juda katta oylikda. U proyekt tezroq bitadi. Yaxshi mutaxassislarni olishadi. O'zi bozordagi narxdan 2 barobar, 1,5 barobar narx berishadi-da. Asl maqsad u proyekt bitishi kerak bo'lishi kerak bo'ladi. Bitta proyektni bitirishadi. Keyin bu planka bilan u xodimlarni bozorga chiqarib yuborishadi. O'sha bo'shatib yuborishadi. Bo'shatadimi, ishlaydimi, o'zi ketadimi nomzod bilmadim-da. U proyekt tugagandan keyin ularni chiqarishadimi? Endi tasavvur qiling. Unga o'rgangan xodim, kandidat tashqariga chiqqandan keyin yana shunaqa holatda ishlashni xohlaydi shu summada, to'g'rimi? To'g'ri. O'zi bilimini shunaqa baholayotgandek bo'ladi. To'g'ri baholadim deydi. Aslida u biznes egalarini maqsadi tezlashtirish bo'lgan proses shunaqaga. Riskka shu xodim tarafga budjet ko'proq ajratadi, lekin bitadi. 6 oyda emas, 1 yilda emas, 6 oyda bitdi deydi. Bularning taqdirini o'ylashmaydi. Bularning taqdiri tashqariga chiqqandan keyin bozorga davlat tashkilotlari xodimlari bilan shunaqa katta kompaniyalardan chiqqan xodimlar qiynaladi ozgina. Bozorda yashab ketishga qiynaladi. Yo o'zini o'zi yengib, mayli men boshlayman yoki kompaniyaga ishonch bildiradi yoki o'zining bilimiga ishonganlar bo'ladi. Men anaqa berilgan deadline vaqtda mana shu vazifalarni bajarib beraman deb ishonishadi, lekin biz aytamiz, shu vaqtda bajarilgandan keyin sizni taklifingiz bo'yicha summada ko'rib chiqamiz. Ungacha berilgan vazifalar bo'yicha bizning taklif bo'yicha haqida gaplashamiz deyishimiz. Shuni hurmat qilaman shunaqa nomzodlarni unaqa rozi bo'lib, shunda tushunamanki, ya'ni o'zini bilimiga mukammal biladi. Unaqa ishonadi. Shu narsani qila olishi. Boshqa xodimlar bo'ladi, yo'q, unaqa bo'lmaydi, men deydi, bunaqa baholanmaganman. Men mana yoqda eski joyimda oyligimni ko'rdingizmi? Mana bunaqa deb aytishadi. To'g'ri, eski joyda ko'rdik, eski joyi o'zini определённый tezisi bo'lgan. Mana shu ishlar uchun to'lanadi, mayli degan riski bo'lgan degan tushunchani endi qanaqadir nomzodlarga aytiladi, qanaqadir aytilmaydi. Shunaqasini aytaman-da. Katta krupni kompaniyalar bir xil nomzodlarni qiynab qo'yadi, keyingi taqdirini o'ylamaydi degan maqsadda. Endi bu yomon emas. Balkim o'sha masshtabda shunaqa o'ylash ham kerakdir. Faqatgina shu hozirgi ish qidirayotgan nomzodlar uchun ozgina qiyinchilik tug'diradi. Menda ham bo'lgan bitta tanishim katta tashkilotda ishlab keyin uyidan uzoqga ko'chganda, keyin bo'shab olgan. Bo'shab olgandan keyin rosa qiynaldi, o'sha oylik mos keladigan, menga oldingi oyligim hech kim bermayapti deydi. Bermaydi dedi, men shu bilan hozir ishga kirdimmi yo'qmi bilmayman, ancha bo'ldi gaplashmaganimiz. O'shanga tomoshabinlarga yuzlanmoqchi edim. Hurmatli tomoshabinlar, agar hozir men iroda etganlaridek katta oylikda ishlab turib, mabodo ishdan bo'shab olsanglar, tez ishga kirib olishinglar kerak, qat'iy bo'lsa ham, chunki doimiy rasxodlar har doim bo'ladi odamda. Kommunalniy rasxod to'laysiz, o'zingizni ro'zg'oringiz bor, boshqasi bor, kiyinishingiz bor, yo'l kiringiz bor.
Shuning uchun o'sha bir 5 ta 6 ta variant bo'lsa, shu orasida eng yaxshisini tanlaydi, bo'ldi o'sha yoqqa kirib oling. Balki siz orzu qilgan oylikli ish chiqmagungacha o'sha yerda sabr qilib ishlab turavering. Bo'lmasa ham yutqizib qo'yasiz. To'g'ri aytyapmanmi? To'g'ri, yana bitta maslahat bergan bo'lardim. Tanlovda oylikka emas, kompaniyani umumiy manba qanaqa rivojlanadi, qaysi tarafga ketyapti, to'g'rimi? Qo'pol qilib aytganda kapitaliga. Hozirgi holatiga qarash kerak deb o'ylayman. Shunaqa tanlov qilish kerak. To'g'ri, bu ham 100% kafolat degani emas, lekin baribir necha yildan beri bozorda qanaqa g'oyalari bor, qanaqa proyektlari bor, qaysi tarafga ketyapti, qanchalik shtatga ega. Mana shunaqa analiz qilib ishga kirish kerak deb o'ylayman. Ya'ni nechta odam ishlayapti, o'zidagi soha vakili bormi jamoada. Shunaqa narsalar bilan berilayotgan vazifalarni analiz qilish kerak. Ko'p holatda faqat oylikka talab urg'uni berishadi. Bo'ldi. Aslida u bir oy davomida va yana shunaqa narsa bor, ko'p HR xodimlardan ham bilsangiz, xodim bitta yangi kompaniyaga kirganda 3 oygacha adaptatsiya o'tadi. 3 oygacha birinchi oy xodim moslashadi, ikkinchi oy vazifalarga vnikach qilishga o'tadi. 3-oy undan rezultat kutishni boshlaysiz. Ungacha shu 3 oy davomida xodimdan grandiozni bir anaqalar kutmaysiz. Nima deydi? Natijalar kutmaysiz undan. Endi tushunib olish kerak, qayerga keldi o'zi, kim atrofida qarab ketyapti. Ana o'sha narsani tushunib olish uchun ham gaplar aytilayotganda berilayotgan испытательный, ya'ni shartli shu 3 oy sinov muddati bor. Sinov muddatida aytayotgan xodimlarimiz, ya'ni katta oylik xodimlarimiz masalan rozi bo'lishmaydi. Kompaniyani o'shancha to'g'ri baholash kerak, ya'ni kompaniya o'zi shunaqa summa bera olaydimi? Deylik, kimdir aytadimi, $2000 oylik qidirib olman deydi. Aslida kompaniya 2000 hozir 3 oy sinov muddatida bermayapti, keyin bera olaydimi degan xulosasi bo'lishi kerak. Keyin bera olishi mumkin kompaniya, lekin birinchi 3 oylikda bermayapti degani bu kompaniya pul bermaydi degani emas. To'g'ri baholaydi. Kompaniya ham hozir men o'ylayman, biza turdagi o'sha shu masshtabda kelgan kompaniyalar ham juda ko'p nomzod xodimlarni ko'rgan. Ya'ni xodim oladi, bizda ham vaqt yo'qotiladi. Ya'ni bitta xodimga ishonasiz, u xodim 1 oy o'tadi, u 1 oy davomida siz boshqa xodim nomzodlarni ko'rib chiqmaysiz. U xodim rezultat bermayotgan bo'ladi, prosta o'tayotgan bo'ladi. Ya'ni HR budjet degan narsa ham bor. Ya'ni yillik budjetimiz bor bizani. Nechta xodim olinishi kerak, bu xodimlarga necha pul budjet ajratilinadi. Bu budjet ajratilayotgan mobaynida qanaqadir keldi ketdilarni soni bilan oxirgi rezultat shu vazifa qilinayotgan vazifa natijasini baholanayotganda yil oxirida summalarimiz farqlanib ketib qoladi. Shuning uchun bizda endi bunaqa ichki temalarni biz aytmaymiz, nomzodlar bilan gaplashilmaydi. Shuning uchun biz ko'proq aytaman, işte nomzod olayotganda shunga qarayman, rozi bo'ladigan, o'zini bilimiga ishonadigan xodim bo'ladigan bo'lsa, siz taklifingiz bo'yicha keyin 3 oydan keyin gaplashamiz deb, rostdan ham keyin natijalari bilan ishlab kelayotgan xodimlarimiz bor. O'zligini taklifi bo'yicha oylada gaplashadi. Shunaqa olib ishlayotganlar ko'p. Zo'r. Men hozir mana malakangizni har doim oshirib borasiz-ku. 2025-yil qanaqa ta'lim muassasalariga bordingiz yoki tam onlayn kursmi, nimalarni o'rgandingiz? 2025da men faqat offline treninglarda bo'ldim. Bekitmayman, katta bir o'quv kursida o'qimadim. Treningda bo'ldim. 2 ta HR bo'yicha bitta Dildora Tursunova va ularda birinchi marta emasida, mavzular har xil bo'ladi treninglarda. Shunaqa bo'ldi. Yana adashmasam hozir 2025da emas ekan, u 2024da bo'lgan ekan. Tim universitetini Moving Up, ya'ni biznes akseleratsiya bo'yicha proyektlarga bo'ldi bir. Unda 2024da o'qidik. Juda qiziq kurs bo'ldi men uchun. 3 oylik kurs edi. Kerakli kurs bo'ldi. Juda ko'p insonlar bilan tanishdik.
biznesni boshqa taraflaridan ham ko'rdik. Masalan, mani vazifam xodimlar bilan ishlash bo'yicha bo'lsa, moliya bo'limiga degi vaziyatlarni qaysi turlarini masalan man bilmasligim mumkin. Shuning uchun yerda hamma mavzuda bo'ldi. Kerakli ma'lumotlarni olib, shu hozir o'zim maqsadim, to'g'risini aytsam, MBA'da o'qish. Maqsad qilib qo'yganman. 2027-yilgacha xudo xolisa shu maqsadimni amalga oshirish kerak deyman. O'zbekistonda o'qimoqchimisiz? Shu hozir yo'nalishlarni ko'rib chiqamiz, to'g'risini aytsam. Qayerda yaxshi bo'ladi, boshqa deb shu taraflarni ko'rib chiqamiz. O'zbekistonda bo'ladimi yokida chetda bo'ladimi? Qaysi biri yaxshi? Yaxshi. Bizning bitta menga yoqadigan savol bor, savollarimiz ichida. Hech kimga yetmagan bitta siringizni ayta olasizmi? Hech kimga yetmagan. Men o'ylaymanki, har bitta inson o'zini ichida kichkinami kattami siri bo'ladi. O'sha hattoki o'zi sirini oshkora qilmasligi ham qadrli-da aslida. O'shaning uchun sirlarimni aytaman, oshkora qilishga bir shoshiladigan bir anaqam yo'q. O'zida qolsa menimcha qadrliroq bo'lsa kerak. Odam o'zini yanada hurmat qilsa kerak deb o'ylayman. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, mana siz bilan suhbat qilib juda ham nima deydi? Xursandman suhbat qilganimdan. Ancha oldin o'zi maqsad qilib qo'ydim. Men ham shu intervyuga tadbirkorlarni tanlayotganimda, nima deydi? Sekret kinosi bor, o'shanga qarab, shu vision qilib, vision nima deydi? Affirmatsiya emas, yo'q, affirmatsiya emas. Research. Research? Analiz qilib qilmoqchimisiz? Research, yo'q, men tasavvur qilib olamanda. Tasavvur, mana shu o'tirganimizdan ham endi shulardan men intervyu olganman, takoy chiqadi deb, vizualizatsiya. Vizualizatsiya bilan affirmatsiya juda kerak narsa. Insonlarga tadbirkor bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'sha maqsadga erishish uchun har kuni o'sha affirmatsiya, men eplayman, uddalayman. Keyin vizualizatsiyada mana shu narsani qilyapman, mana bunaqa qilyapman, detan tasavvur qilsa, yana ham yaqinlashib boradi. Shunaqa maqsad qo'yib qo'ygan edim. Bunga ham menimcha bir tanishganimizga bir 3 yil bo'ldi shekilli. O'sha tanishganimizda maqsad qo'yib, qachondir olaman dedim. Mana hozir kengayib, ancha o'sha mana biznes jihatdan ham o'sdinglar-ku. Taklif birinchi tushganda eslayman sizdan bizda aynan endi deyolmayman, do'konlarimiz filiali bor edi. Ya'ni lekin kompaniyadagi tizimlashtirish urg'u berilgan momentlarda ish ko'p, momentda taklif kelib tushgan eslayman. Shunda bir xayolimdan o'tgan, berishga aytgan, yo'q. Qachon bera olasiz? Qachonki natijalaringiz bo'lsa, qachonki bir bo'lisha oladigan bir mavzularingiz bo'lsa, unda ham bo'lishi mumkin edi. Ko'p yerda muammolarimiz ko'p edi unda. Hozir yechimlari bilan ayta olishga o'sha tajribam bor deb o'ylayman. Ancha hozir xotirjamsiz? Xotirjamman. Yaxshi. Mana bizani loyihamizning an'anasiga ko'ra, mana har bitta ishtirokchi bizani obunachilarimizga izohlar qoldirishadi. O'shaning ichidan shu eng yaxshisini tanlab olamiz. Shunga bitta sovg'a berishadi. Shu sizdan ham bitta sovg'a so'ramoqchimiz hozir. Bo'ladi. Men o'sha aytganimdek, bu hozir sizda bayramona efir bo'ladi, to'g'rimi? 8-martda. Xotin-qizlar xalqaro xotin-qizlar bayrami uchun. Shuning uchun bu ozgina nima deydi, anaqa bo'lmasa, ayol kishini erkaligi deb hisoblamasanglar, shu kommentariyalar orasida ayol kishiga aynan o'zini qidirayotgan, ya'ni yokida balkim o'sha biznes holatda boshlagan shunaqa ayolga o'sha aytib o'tganimdek, o'zim o'qigan kitobdan bittasidan hadya qilaman. Xohlardimki, shu narsa ularning hayotlarida ham bitta keyingi bosqichga o'tishga yokida qaysidir ma'noda xulosalarga kelishlariga, qaror qabul qilishlariga sababchi bo'ladigan bo'lsa, men faqat xursand bo'laman. Bo'ldi, shaxsiy avtograf qo'yib bera olasiz? Albatta. Bo'ldi. Хорошо. Hurmatli obunachilar, mana eshitdinglar. Aynan ayollar qatnashadi bugungi sonimizda. Shuning uchun qizlar, ayollar yozinglar.
и обязательно Telegram yoki Instagram akkauntinglarni belgilab ketinglar, chunki biz aloqaga chiqishimiz kerak. Agar yozmasanglar aloqaga chiqa olmaymiz. Shuni esdan chiqarmanglar, iltimos. Yana qo'shimcha qilmoqchi edim. Bizning ham bir nechta loyihalarimiz bor va shu loyihalarimiz ichida Mirshoh dekor degan loyihamiz bor. Va bu loyihamizni asosida bir 100 ga yaqin bizneslar uchun ochilish marosimlarida shu sharli bezatish xizmatlarini ko'rsatganmiz va shu biznesimiz tomonidan shu sizga shu 500 ming so'mlik sertifikat taqdim qilamiz va qachondir shu 6-filialingiz ochilsa yoki qanaqadir oilaviy tadbirlaringiz bo'lsa, shu sharlar bilan bezatish kerak bo'lib qolsa, kerak xizmat bu, juda ham kerak xizmat. Murojaat qilsangiz shu 500 ming shartda minus qilib tashladi. Xursand bo'lamiz, mijozimiz bo'lsangiz. Albatta, xursand bo'ldim. Endi yakun yasaymiz, hurmatli tomoshabinlar. Qiziq suhbat bo'ldi. O savollarim ko'p edi, lekin vaqt chegaralangani sababli men shu joyda yakun yasamoqchiman, chunki Irodaning ham ishlari ko'p, hammasi ham o'z vaqtida bo'lishi kerak. Shuning uchun uzoq ushlab turmaymiz va hozir obunachilarimizga o'zingiz tilaklaringizni bildirib bersangiz. Avvalambor bugungi o'sha aytib o'tganimizdek podkast soni to'g'ri bayramona bo'lgani uchun obunachilarni, tomoshabinlarni orasidagi ayollarimizni Xalqaro xotin-qizlar 8-mart bilan tabriklayman. Doim ayollarda shu nafislik hissi va bilasizmi, ayollik xotirjamlik. Men bitta o'zi aytaman-da, ayol kishiga nima kerak deganda, ayol kishiga ko'p savollar berishadi. Ayol kishiga nima kerak, ayol kishi yokida o'zi siz baxt deganda nima tushunasiz degan savollar ko'p bo'ladi-ku. Baxt tushunchasi aslida hamma yoshda har xil bo'lar ekan deb o'ylasam, deb xulosam bor hozir. Shuning uchun, lekin umumiy jihatda aytsam, bu xotirjamlik, ichki xotirjamlik. Ichki xotirjamlik har qanaqa holatda ham, yomon holatingizda ham, sinovli, sinovsiz holatda ham ichki xotirjamlik sizni ko'p vaziyatdan olib chiqib ketadi. Ko'p narsaga taskin beradi, ko'p narsaga yechim beradi. Shuning uchun aziz ayollarimiz, har bittangizga ichki xotirjamlik va nimaiki ko'nglingizda niyatinglar bo'lsa, hammasini amalga oshishini tilab qolaman. Va shuni aytaman, har doim ayol kishiman-ku degan tushuncha bo'lmasin. Shu narsa aytgandek, why not, почему бы нет, yoki nima uchun yo'q degan savolni har doim o'zingizga beringlar. Hayotdagi maqsadinglar har doim kechagi kundan bugun nimadir o'zgargan bo'lishi kerak degan xulosa bo'lishi kerak. U ayol erkakdan qat'iy nazar insonda shunaqa bo'lishi kerak. Kecha nima edi, bugun nima bo'ldi. Katta etaplar o'zgarish bo'lmagan bo'lsin, lekin xulosasi farqli bo'lishi kerak hayotda. Kechagi bilan bugungi kundagi xulosasi, kunni yakunidagi xulosasi farqli bo'lishi kerak degan tushuncham bor. Shuning uchun har bittangizda shunaqa narsani tilayman. Tomoshabinlarga kuningizda har ertangi kuninglardagi xulosanglar bugungidan yaxshi bo'lsin. Va yana ko'p shunaqa podkastlarda ko'rishib turish nasib qilsin. Bo'ldi, aytganingiz kelsin. Xursand bo'ldim bugungi suhbatimizdan. Menga ham yoqdi. O'ylaymanki, tomoshabinlarga ham bu manzur keladi. Men kattakon rahmat. Biz ham tilak bildirmoqchiman. Men ham shu sizga, shu sog'lik, shu jamoangizga, shu ishlarda muvaffaqiyat va shu oilangizga shu tinchlik, xotirjamlik tilayman. Rahmat. Hammasi zo'r bo'lsin hayotingizda. Sizga ham rahmat. Loyihangizga, sizga loyihangizga bundan ham nima desam ekan, xohlayman shu loyihani. Men shu loyihada ham chiqqanman, lekin u katta chetdagi biznes egalari bilan loyihani olib borayotganingizda faqatgina xursand bo'laman sizlar uchun. Bo'ldi. Men qo'shimcha ham qilmoqchiman. Hozir aytaman, qachon bo'ladi u bilmayman, niyat qilib qo'yganman. Mana loyihamiz 5 yil bo'lgan bo'lsa boshlanganiga, xudo xolasa, qaysi yili bilmadim. Bu yilmi, keyingi yilmi yo 5 yildan keyinmi, o'sha vaqti kelganda, vaqt soati kelganda, shu har bitta shu intervyu olgan odamlarimni shu taklif qilib shu tadbir qilmoqchiman. Xudo xolasa shu kunga yetkazsin, sog' salomatlikda, tinchlik, xotirjamlik, o'shanda ham shu ko'rish nasib qilsin va o'shanda ham birgalikda chiroyli tadbirni
o'tkazib olish nasib qilsin hammamizga. Albatta. Men faqat tilakdoshman. Yaxshi g'oya bu juda. Xudo xolisa ko'rish nasib qilsin. Rahmat Shohraxmon.